ertalabki ereksiya yo'qolsa nima qilish kerak? Agar bu bir haftadan oshsa, bu sizga signal hisoblanadi. Vaqtni o'tkazmasdan turib andrologga uchrash kerak. Sababi bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda qon aylanishining pasayib ketishi, gormonal o'zgarish, ya'ni testosteron, estradiol, prolaktin gormonlarining o'zgarib ketishi yoki bo'lmasa bu stress, depressiyadan ham bo'lishi mumkin. Vaqtni o'tkazmasdan andrologga uchrashing. Bu videoni ertalabki ereksiyam kamayib ketdi deb yurgan do'stingizga, yaqiningizga yuborib qo'ying. U buni bilsin. Aytgancha, sizlarga zo'r taklif bermoqchiman. Mana shu holatni oldini olish uchun va mana shu holatni davolash uchun, uy sharoitida davolash uchun sizlar uchun, aynan sizlar uchun men mini darslik tayyorlaganman. Buning uchun profilimga o'tasiz va profilim shapkasidagi silka orqali operatorimga mini darslik deb yozib qoldirsangiz, atiga 10 ming so'm evaziga mana shu darslikni sizga beradi. Atiga 10 ming so'm. Eshityapsiz? Buning ichida lekin siz kamida 100-200 dollarlik ma'lumot olasiz va albatta mana shu mini darslikda aytgan hamma narsani qilsangiz natijaga erishasiz. Ha, bu gapimni yaxshilab eshiting. Natijaga erishasiz.